Amir avtosavdoda 07 ishqibozlar uchun ideal holatda yaxshi 2107 mashinasiga pollokalar ko'rishingiz mumkin. 2011-yil injektor motor mashina qimmatli etlab qo'yilgan. Shu chiroyli o'yinlar bilan 6 oygacha generaldan sizlarga ham chiqadi. 4 ta yangi yumshoq archa bo'ladi. To'qilgan salon holatidan okalar ko'rish chiqsan. Stiklar podiyonli salon holati ideal holatda. Xo'p, Gentra tablo qilib qo'yishib to'qalar ko'rishingiz mumkin. Penerdan yaxshi magnitofon kolonka, video registrator 906 megapixel uстановка qilingan. Bitta antradan o'zini ichib olar ekan. Mashinaga chexol, kori polligacha ham solingan. Polnosti shumkalargacha ham qilib qo'yilgan. Temir gaz bo'loli uстановка qilingan. Texnik tomonlama hech qanaqa muammolar yo'q. Gaz benzinga yuradi. Kraskasiga keladigan bo'lsa, o'qalar old orqalari pechat 20-30% atrofida kraskasi bor ekan. O'zing uchun o'qalar buni ham bir qator polni tekshirtirib, notariusda pul sanasani bo'laveradi. Gerplar bo'lagicha ham qo'yilgan. Narxini o'qilasizlar olib maza qilmayishini uchun $2850 baholandi. 2011-yil minishga tayyor 2107